Assalomu alaykum. Biz bugun Beihang universitetini kampuslarini yana vlogini boshlaganmiz. Bugun video xudo xolisa Beihang universitetini o'sha Hanzhou kampusini yotoqxonasini xudo xolisa video qilib ko'rsatamiz. Xullas, ketdik. Bismillah. Ketdik. Issiq suvlar bor ekan, mana ko'rib turgan edik. Bu yoqda xullas kiradigan sharoitlar ham bemalol ekan. Olib turib, mashina olib turib pulini qilib turib, xullas to'lab turib bemalol kiyimlarni qurib yoshsanglar bo'lar ekan. Okay.每层都有的，har bitta qavatda bor ekan. Okay. Dam olib, mana shu dars qiladigan xonalar ham bemalol qilsa bo'lar ekan. Agar misol uchun kimdir universitetda shu kampusning ichida turadigan bo'lsa, turadigan joy pastida o'zida dam oladigan joy bor ekan. Hozir Wow, bismillah, sizlar ko'rasizlar, ko'rsanglar. Xullas, bu bakalavriat va magistratura uchun yaratilgan sharoitlarni qaranglar. Вообще yangi zo'r. Xullas, ikki xonali joy. Bemalol o'tirib yashaydigan joy bor ekan. Undan tashqari bu yoqda ko'rsanglar. Shkoflarni qaranglar. Oho! Eslatib o'taman, bu kampus 3 yil avval, ya'ni endigina qurilishdan bitib chiqqan kampuslardan biri hisoblanadi. Beihang University bu Xitoyning top 500 taliga kirgan, ya'ni dunyoning top 500 taligida ro'yxatga kiritilgan. Agar to'g'ri bo'lgan 200 qanchadir bo'linib turadi. Xitoyda o'sha muhandislik, ya'ni samolyot deydi, aircraft space masalasi bo'yicha juda katta o'rinda levelda turadi. Hatto Tsinghua universitetini Xitoyning top universitetlaridan ham baland turadigan soha bo'yicha universitet hisoblanadi va ko'rib turganingizdek, bu yerda issiq suv, sovuq suv hamma sharoitlar bor. Undan tashqari tualet vannalari ham bemalol ekan. Tak, bu yerda. Oho, ana. Bu yerda tualet va hammom. Bu yerda svetlari ekan. Sharoitli bombami? Hozirgi narxlari bu bakalavr uchun 2000 yuan atrofida ekan kishi boshiga. Misol 2 kishi turadigan bo'lsa 2000 dan taxminan 4000 yuan yiliga bakalavrga shunaqa ekan. Eng qiziq taraflari til kursida narxlari har xil bo'lishi mumkin. 2026-yil hozir narxi shu. Narxlari ham o'zgarishi mumkin ekan, lekin bu narxga haqiqatan ham bir arziydigan deb hisoblayman. Bomba. Qani ketdik. Bismillah. Eng qizig'i, har bitta qavatda o'zining liftlari bor ekan. Ko'rib turganingizdek, bemalol liftdan foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Nima uchun aytaman? Aynan bir universitetlarda, hattoki shu ham ne'mat hisoblanadi. Agar 5-qavat turadigan bo'lsangiz, zinada ko'tarilib chiqasiz, bu yerda bo'lsa liftdan foydalanasiz. Ajoyib. Kampus вообще yangi. Shuning uchun o'qiyman degan bo'lsangiz, mazza qilib o'qiydigan sharoitlar bor ekan. Eng qizig'i, siz o'sha dormitory, ya'ni yotoqxonaga kirayotgan paytingizda yuzlaringizni skan qilib turib, bemalol, endi yuzim skan qilib bo'lmaydi-ku, skan qilib kiradigan sharoit ekan. Ya'ni texnologiyal oddiy kampus uchun ham boshqa bomba. 这边是不是学生从8点就是早上6点开门，然后到11点吗？还是怎么样？就是这个都 OK 啊，bo'ldi. 没有宵禁。宵禁没有. Xullas, qulaylik taraflaridan biri, ko'p universitetlarda ertalab soat 6 dan kecha soat 11 gacha talabalar kirib chiqishi mumkin. Kechasi dormitory yopiladi. Bu yerda bunaqa cheklovlar yo'q ekan, bemalol kirib chiqib yursangiz bo'lar ekan. Ajib. 那女的住在一块还是分开？男女分开，楼栋是分开，分开的，对。但是留学生也是吗？留学生也是，就是跟所有的学生都是一起。OK， 是。Erkaklar va ayollar alohida shunisi o'sha bomba ekan. Xullas, xalqaro talaba bo'lasizmi, xitoylik talaba bo'lasizmi, farqi yo'q. Ayollar alohida, erkaklar alohida turar ekan. Zo'r. Xullas, bu yerda ishlaydigan joylar, chosh magazinlar bor ekan. Bemalol xullas posilkalar keladigan bo'lsa, xullas qanaqadir zakazlar qiladigan bo'lsangiz, keladigan joylari ham zo'r joylashgan ekan. Misol uchun zakaz qilasiz, pastga tushasiz, bemalol olib ketaverar ekansiz. Yo, menga tuyulyaptimi? Qanaqadir sokinat, bir qanaqadir bir tinchlik, bu yerda ilmiy ishlar qilish uchun zo'r joymi deb o'yladim. Finally, inner peace. 我说这边真的很安静，然后就感觉很有想做一个研究的感觉。对，实验室很多。对，实验室很多，对。哎呀，哦，nasib yo'da talabaga nima kerak bo'lsa, hammasini shu yerda bemalol topsangiz bo'lar ekan. Bast. Tabii ha. Joylashtirsa yetadigan bo'lsak, bu yerda xullas himchiska bilan soch oladigan joylari ham hammasi kampus ichida ekan. Siz o'ylaganingizdek, xullas, qanaqa muammongiz bo'lsa talabalik sifatida soch oldirasizmi, kiyimingizni yuvasizmi, nima qilsangiz qat'iy nazar hammasi shu yerda bor ekan. Zo'r.
Bu yerda asosiy binolardan biri, ko'radigan bo'lsanglar, ustozlar aytyaptiki, xullas bu yerda 2023-yildan beri o'sha endi yangi qurilgan kampus bo'lgani uchun mana aynan shu binoni juda ko'p universitet reklamalarida shu binoni ko'rsatishyapti. Eng katta binolar hisoblanadi. Qiziq taraflari mutlaq bog'lanish. Ya'ni bu yerda misol uchun administrativ ofis bo'ladigan bo'lsa, bu yerda misol uchun tadbir o'tadigan bitta zal bo'ladigan bo'lsa, pastki qavatlarda alohida bir mavzu ekanda, ko'rib turgandinglardek. Xullas bu yerda hattoki o'sha aytganimdek, binoning ichida sport zal ham bor ekan. Faqatgina kech payt ochilar ekan. Asosan talabalar kech payt kelib shunda shug'ullanishar ekan. Shuning uchun bu yoq ko'rinmayapti, lekin mohiyatan shu binoning pastida ham xullas sport zal bor ekan. Qoyil. Mana sizga bilyard o'ynaganlar bormi? O'ynash biladiganlar bo'lsa, bilyard xonalari-yu, boshqalari-yu. Bu yerda esa xullas san'atga qiziqadigan insonlar uchun imkoniyatlar bor ekan. Bu yerda kichkina xonacha, asosan shu yerda xullas freestyle zona deymizmi? Bemalol shunaqa qilib aytsa bo'lar ekan. Hozir esa bizani o'sha xullas Behan universitetini laboratoriyasiga ya'ni taklif qilib chaqirishdi. Eng qizig'i mana shu apparat, ya'ni mana shu uchadigan samolyot, qarang, haqiqatdan ham uchib universitet miqyosidagi o'sha ilmiy ishlar markazlaridan olib turib, xullas o'z vazifasini bajarib bo'lgandan keyin shu qo'yib qo'yishgan ekan. Lekin o'sha talabalar tomonidan ishlab chiqarilgan va hukumat tomonidan xullas sponsorlikka pul ajratilib qilingan loyihalardan biri bo'lib, o'qituvchi aytayotdiki, shu narsa taxminan 10 soat uchib, hamma ma'lumotlarni yig'ib, universitetga xullas ma'lumot bergan ekan. Ya'ni collection data deymiz-ku. Shularning hammasi mana shu apparatda qilingan ekan. Men ko'rib havas qildim, to'g'risi bor. Oddiygina universitet deymiz, o'sha universitet miqyosida shuni yasab turib, tag'in bespilotnik odam, ya'ni odam o'tirib boshqaradigan, odam o'tirmaydigan bespilotnikaga. Hozir esa Behan universitetini yana sinf xonalarini ko'ramiz. Bismillah. Keling. Wow. Shu mazza qiladigan joyi-ku. Qaranglar. Haqiqatan vodiy degan darajada o'tirib, bemalol, mashalloh. Mazza qiladigan holat ekan. Bu yerda asosiy mohiyatdan o'tiradigan joylar, turgan bo'lsanglar, undan tashqari ekranda bo'ladigan narsalar hammasi yozib qo'yishgan. Doskalari ham past suriladigan ekan. Bu yerda esa mikrofonlar ham bor ekan, ekranlar ham bor ekan. Bu yerni ham bir ko'ramiz, qaranglar. Bu yerda misol uchun bir xil. Misol uchun agar kimdir yaxshi ko'ra olmaydigan bo'lsa, bu yerdan ham shu joyni zo'r o'ylashibdi, lekin oxir paytda o'tirgan bir xillarda ekran nima deb yozilganini ko'rmay qoladigan bo'lsangiz, bu yerda ham bemalol sinf xonalarida sharoit bor ekan. Juda ham yangi va mana o'qish juda ham xohlayapsiz. Shunaqa bir holat ekan. Shuning uchun kimdir shu universitetga topshirmoqchi bo'lsa, albatta bilinglarki, bu yerda har bir holat juda ham katta ne'mat. Yaxshilab bosib o'qishinglar kerak bo'lar ekan. Ketdik. Bismillah. Bu yerda bir leksion xonalar bo'ladi-yu. Shu leksion xonalar ekan. Bolalar o'tirib bemalol. Bu yerda esa leksion xonalar ekan. Bolalar misol uchun darsdan keyin o'tirib ham shug'ullanib, ko'rishib qilar ekan. Bunisi kattaroq ekan-a? Ham vidam va shu bomba ekan, qaranglar. O'tirib, qarab, mazza qiladigan joy ekanda, xullas. Ya'ni talabalik oltin davri shu yerdan boshlasa kerak. Ketdik. Mashjo'ning. Wow. Kutubxonamiz ham kutubxona ekan-ku, qaranglar. Mashalloh, bu bunaqa kutubxonalarda o'tirib dars qilaman deydigan bo'lsanglar, yana nima kerak deydi-yu, qaranglar. Shunday ham chiroyli qurgan ekan, qaranglar atmosferani. Xuddi texnologik atmosfera bo'ladi, kelib turib mashta o'tirib, xohlagan joyingizni tanlab turib o'qiydigan bo'lsangiz. Fejan Rasin kutubxonaga kirdi endi. Buni og'izda gaplashmaymiz. Endi kutubxonani ko'rib chiqishim kelyapti, lekin ay ko'rib kelyapti. Hayvonda misol uchun qanaqa narsalaringiz bo'lsa qo'yib turadigan joy. Bu yerda esa bemalol o'tirib o'qib dars qiladigan joyga qaranglar. Bu joy, svet. Bu yerda esa meeting room.
ham issiqqina ekan hozirgi paytda bemalol o'tirib shug'ullanib dars qilsanglar bo'lar ekan. Ya'ni darslardan keyin kelib shu yerda xohlagan ishni o'qisangiz, mazza qilsangiz kerak.